Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Eslatib o'tamiz, bugun 5-iyun hissasida mana hurmatli yurtdoshlar, aeroport pulkoga kelib turibmiz. Hozir mana ko'rib guvoh bo'layotganlaringizda qo'limda 4 ta pasport hamda passajni talon turibdi. O'zi asli 5 ta bo'lish kerak edi, bitta passajirimiz уже o'tib ketibdilar. Bu akalarimiz nasib qilsa aziz vatandoshlar, Xudo shohidi bo'lasizlar. Akalarimiz nasib qilsa bugun granitsaga borib keladilar, через Volgograd. Aynan mana shu Volgograd trasiga hali mana registratsiya jarayonlari davom etmoqda. Hozir o'tib oldilar akalarimiz. Mana qo'limda biletlarim. Keling endi o'zlaridan bugungi holatni, jarayonlarni bir qisqacha ma'lumot tarzida o'zlaridan bilib olamiz. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsiz. Qani bugun holat, taassurotlar qanaqa aka? Biletni birinchi o'rinda siz adashmasam onlayn olgansiz, ha? Shu onlaynga ishonch bormi aka? Ishonch bor, ikkinchi marta. Aha. Buxoro borib keldim. Yana bu ikkinchi safar olishingiz-a bizdan, ha? Nomerlarimizga aloqaga chiqdilaringiz, pasport tashladingiz, biletlarni oformit qilib sizga tashlab berdik, kartaga pullarni tashladingiz, ha? Gap yo'q akajon, tavsiya qilasizmi kassamizda? Ishonchlimi aka?